Chust tumani Farg'ona vodiysining go'zal manzarali tumanlaridan biri bo'lib, Namangan viloyatining shimoliy g'arb tomonida joylashgan. 230 mingdan ortiq aholi yashaydigan tumandir. Uning markazi Chust shahri bo'lib, Chust shahrining yoshi 4000 yosh deb aniqlangan. Xalqaro UNESCO tashkilotida Chust madaniyati nomi bilan 3700 yillik tarixi ro'yxatga olingan. O'sha davrda Chust shahrida qishloq va xalq xo'jaligi, sanoati va kommunikatsiya tarmoqlari mavjud bo'lgan. Chust nafaqat qadimiy tarixi bilangina emas, o'zining milliy hunarmandchiligi bilan ham mashhurdir. Bunga sabab Chustning 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan do'ppisi va pichog'idir. Bu an'ana hozirgi kunda ham davom etib kelmoqda. Chust o'zining tarixi va milliy hunarmandchiligi bilan mashhur bo'libgina qolmay, balki bu yurt alloma va shoirlar yurti bo'lgani bilan ham mashhurdir. Masalan, Hazrat Mavlono Lutfulloh, Hoji Abdurahmon ibn Af, Bibyona kabi tarixiy shaxslar, birinchi o'zbek xalq shoiri Muhammad Sharif Sofizoda, bolalar shoiri Zafar Diyor, adib Yo'ldosh Shamsharif va domla Chustiyning tug'ilgan yurtidir. Har yil avgust oyining 2-yarmida shoir Chustiy tavalludiga bag'ishlangan badiiy kecha tashkil qilinishi odatga aylandi. Bu tadbir Chust shahrining eng so'lim go'shalaridan biri Mavlono Lutfulloh nomli madaniyat va istirohat bog'ida o'tkaziladi. Tadbirga respublikamizning taniqli san'atkorlari, ijodkorlari va shoirning muxlislari kelishadi. Tadbir Karnay va Surnay navolari ostida nishonlanadi.